Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga oddiy buxankadan chotki sendvich tayyorlab beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bizlar buxankani ikkitasi kerak bo'ladi va buni bizlar bo'lib olishimiz kerak. Va bizlarga tegan kolbasalari, sosiskalar kerak bo'ladi. Bizlarga 2 dona sosiska kerak bo'ladi. Va to'g'rab olamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz ko'rasiz, bilib olasiz. Olov yoqamiz va yog'imizni qizdirib olamiz. Gazga e'tibor bermaymiz. Yog'imiz ham tugayin degan bizlarga qila olmaydi. Va bizlarga bitta tuxum kerak bo'ladi. Yog'imizni kecha boshqa narsalar qovurilganligi uchun qora va qizib olishini kutamiz. Va bunday qilib ichiga tiqib solib chiqamiz. Buni tushunganlar, yeb ko'rganlar biladi. Endi bilmam, hozir birinchi o'zim ham ishlayapman buni. Tayyorlayapman. Videogacha ko'ring oxirigacha. Ko'rganingizdek bunday qilib oldik, solib va bu tuxumiga chaqamiz, aralashtiramiz va bular botirib yog'ga qizdirib olamiz. Botirib olish jarayonlari. Endi bu bilmadim qanday botirishni. Bitta hammasi. Yo'lini topdim, bunday qilib ichiga qo'yib olamiz. Videoni oxirigacha ko'rib borishingiz mumkin. Va albatta choy damlaymiz. Va bizning sendvichimiz tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha qo'shguncha.